Lagrange interpolation formulasi haqida gaplashayotgandik. Xo'p, Lagrange formulasi o'zi qanaqa formula? O'tgan darsda bunga doir misol ham ko'rdik. Agar fx ko'p xat berilgan bo'lsa, ya'niki fx funksiya deb yozamiz umuman olganda. Fx ko'p xat berilgan bo'lsa, ya'niki ayn x ni n'chisi. Kx ni k'nchisi deb turib yig'indi qilib yozganimiz yaxshiroq, ha? K katta teng 0 dan to n'gacha. K teng 0 dan n'gacha. Xullas. A0 plus A1 x plus va hokazo n x n'chisi. Mana shu ko'p xat berilgan bo'lsa, bu ko'p xatni misol uchun mana x, y nuqtalaridagi qiymatlari bor, to'g'rimi? Ya'niki x0, x1 va hokazo xn nuqtalaridagi qiymatlari bor. Bular turli sonlar. Mana shu nuqtalardagi qiymatlari yordamida fx ni tiklash masalasini qaraymiz. Ya'niki x0, x1 va hokazo xn, ya'niki n plus bitta nuqta yordamida n ko'p xatni tiklash mumkin deb aytgandik. N ta nuqta yordamida n-1 darajali ko'p xatni tiklaymiz. Xo'p, shundan foydalanib fx ni yozadigan bo'lsak, o'tgan darsda buni keltirib ham chiqardik. Summalar ko'rinishida kelganda, to'g'rimi? Summa i teng, demak 0 dan to n'gacha fxi. Mana bu yerda nima kelgandi? Ko'paytma kelgandi, to'g'rimi? X minus xg, xi minus xg larni ko'paytmasi g teng 0 dan n'gacha o'zgaradi. Orada bitta i'ga teng bo'lmasdan ketadi, misol uchun. Ya'ni fx ni mana shunaqa ko'rinishda tiklash mumkin va bu Lagrange formulasi deb yuritiladi. Mana shu narsa. Lagrange formulasi deb aytiladi, mana shu narsa Lagrange. Xo'p, endi mana shu narsani tatbiqlarga doir masalalar ko'rdik, to'g'rimi? Masalalar ko'rdik o'tgan darsda. Xo'p, keyin yana nimani ko'rdik sizlar bilan? Keyin yana ko'rgan narsamiz Chebyshev ko'p xati bo'ldi. Train x deb yuritilar ekan, demak. Bu yerda 2, mana bu yerda x plus 1 minus x kvadrat. Atrofi x kvadrat minus 1. X kvadrat minus 1. Mana shuni n'chisi plus nima edi ikkinchi qavs? X minus, demak x minus x kvadrat minus 1. Mana shuning n'chisi. Mana shu narsa Chebyshev ko'p xat deb aytiladi dedik. Yani hozircha ko'rib turganimiz mana shu ikkita narsa bo'lyapti va misolga yechganda mana bu ko'proq Lagrange'ga tashlab koeffitsiyentlarni topib ishlayapmiz-da, misol uchun. Topgan narsalarimiz, demak, berilgan misollarda shu paytgacha ko'rgan narsamiz birorta misol berilgan bo'lsa, birorta a degan misol uchun mana shu shartni bajaradigan a narsani isbotlang deb berib qo'ysa, biza qanaqa ko'p xat qarash haqida o'ylayapmiz. Birinchi ko'proq qilgan ishimiz va uni qaysi koeffitsiyentini qarash kerak degan savolni qo'yapmiz. Va bu yerda biza ko'proq masalalar yechganimizda yo boshidan yoki oxiridan nima qilib olgan yaxshi dedik. Tanlab olgan yaxshi dedik. Mana bu koeffitsiyentni, chunki mana bu ko'p xatga qaraydigan bo'lsak, уже mana bu yerdagi koeffitsiyentni topish masalasi sal murakkablashib ketib qoladi. O'rtalaridan saylab olsangiz, misol uchun. Shuning uchun yo boshidan yo oxiridan saralab olgan yaxshi. Misol uchun mana ozod haddi sifatida qaraydigan bo'lsak, mana bu. Bu holatda mana bu ko'p xatda ozod hadni topish uchun faqat mana bu suratida xglarni o'zini ko'paytmasini qaraymiz-da. Mana maxrajdagi ko'paytma turaveradi. Mana shu suratidagi ko'paytmalar sal o'ylantiradi, misol uchun.
yo bo'lmasa x'ni enerjisi oldidagi koeffitsiyentni topadigan bo'lsak, x'ni enerjisi oldidagi koeffitsiyent majbur mana bu yerda x'larni yana ko'paytirib bu qismiga kiramas ekan bo'ladi. Shuning uchun ham yo boshidan yo oxiridan saralab olgan yaxshi. Asosiy problema mana bu fxni qanday kurishda bo'lib qolar ekan demak. Xo'p, demak shularni ko'rdik sizlardan. Shunga doir demak masalalar ko'rish kerak edi. Chebish haqida ham biroz to'xtalib o'tib ketish kerak. O'tgan darsda aytgan bo'lsak ham. Demak, mana shu narsa tnx demak Chebish ko'pxati deb aytilar ekan va buni nimasi bor? Yo'lmasi bor mana. Tnx misol uchun bizda teng bo'lsin nima? Anol x tenchisi va hokazo. Ya'niki k x ni demak n minus k inchisi qilib yoyilgan bo'lsa, k teng 0 dan to n gacha. Holatda mana shu a0 ni biz topgandik xlar bilan 2 darajasi n minus 1 bo'lardi. Ya'niki tn bo'lsa 2 darajasi n minus 1 keladi. n minus 1 bo'lsa 2 darajasi n minus 2 keladi. Shunaqa, ya'niki bosh koeffitsiyentini topyapmiz-da misol uchun. Bosh koeffitsiyentini qanday topdik o'tgan darsda? X ni demak n-siga bo'lib turib limitga o'tdik. Shu bilan mana bu qismida 1 + 1 kelib 2 darajasi n bo'lib, maxraji bilan 2 darajasi n minus 1 kelgandi. Mana bu qismi 0 ga intilib qolgandi. Ya'ni shundan keltirib chiqardik. Xo'p, demak 1 taqsim 2 ni demak n minus 1-si tn x menda monik polinomni berar ekan. Monik polinomni ham ta'rifini kiritib ketdik. Bu bosh koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan ko'pxat ekan. Bosh koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan ko'pxat. Shuning uchun mana bu narsa endi menda monik polinom bo'ladi. Xo'p, yana nimani aytdik? Agarda mana qaranglar, tnx ni o'zi umuman olganda, ya'niki aniq soha deyish ham o'zi noto'g'ri bo'ladi-yu, prosta mana bu x ilzos x kvadrat minus 1 qatnashib kelgani uchun aytyapmiz bu yerda ko'proq. Mana bu narsa. X plus ilzos x kvadrat minus 1 ku. Mana buni aniqlash sohasiga ko'ra modul x 1 dan katta yoki teng bo'lishi kerak, lekin o'z aslida umuman tn x menda ko'p xat bo'lgani uchun buni misol uchun x misol uchun -1 kesmaga tegishli ham bo'lishi mumkin-da. Ya'niki o'sha holatda nima ro'y beradi degan savolga keladigan bo'lsak, mana shu narsa deb aytgandik. Ya'niki x tegishi -1 bo'lsa, x -1 ga tegishli bo'lsa, x ni kosinus alfa qilib almashtirish mumkin deb aytganmiz. Bundan o'rniga qo'yib muavir formulasiga tashlasangiz, chunki mana bu yerda kosinus alfa plus i sinus alfa keladi. Kosinus alfa minus i sinus alfa keladi. Endi o'sha darajalar uchun o'sha muavir formulasini qo'llasangizlar, muavirdan kelib chiqqanda bizada tan kosinus alfa deganim, demak kosinus n alfa kelib chiqqandi. Bu juda muhim narsalar. Nima uchun muhim bular? Masalada yechishda, boshqalarda buni tadbiqlari bor. Hozir mana bir chetdan ko'rib ketamiz. Ya'niki ko'proq mana shu Chebyshev ko'pxati aytildimi? Ko'proq mana bu kosinuslarni darajalari bo'yicha yoyish haqida o'ylash kerak o'zingizga. Masalada yechishda boshqasida ham mana hozir bir chetdan mana ko'ramiz. Ya'ni xullas mana shu narsalarni ko'rib xullas takrorlab oldik mana. Bir qator endi bugungi misollarga keladigan bo'lsak, o'sha o'tgan darsdagi ko'rgan misollarimizni davomi sifatida ko'ramiz. Example 6 da to'xtab qo'ygandik, adashmasam. Bugun example 7 bo'ladi shunda. 6 ta misol ko'rgandik, adashmasam, 7-misolda to'xtab qo'ygandik. Xo'p, 7-misolni berilishiga qaraydigan bo'lsak, if demak menda haqiqiy nima? Ya'ni koeffitsiyentlar haqiqiy bo'lgan nima? Ko'pxat. N darajali ko'pxat. Va bu monik polinom ekan bu, f monik, ya'niki faqatgina bosh koeffitsiyentigina 1 ga teng bo'lgan koeffitsiyentlar demak haqiqiy va nima berilgan? x0 kichik x1 kichik x2 va hokazo kichik xn.
Bular butun sonlar. Mana shu tenglikni bajaradigan butun sonlar. Butun sonlar ekan. Isbotlang deyapti. Xo'p. Shunday qonun mavjudki deyapti. Nimadan? Mana to'plamda olingan. 0, 1, 2 va hokazo. n. 0 dangacha bo'lgan sonlar orasida shunday bitta butun son bor ekanki, aynan o'sha qonun uchun mana shu munosabat bajarilar ekan. F demak x qonun, ya'niki x0, x1, x2 va hokazo xnlar ichidan qandaydir bittasi bor deyapti-da. Shunday bittasi borligini ko'rsatingki deyapti. Mana shuni moduli katta yoki teng menda n faktorial taqsim 2 ning 2 ni n'inchisi kelar ekan. Masalan, hozir berilishi tushunarlimi? Ya ustoz bitta qaytish Masalan, berilishi tushunarlimi hozir? bitta qaytib mana f demak n'inchi darajali nima? Monik polinom, ya'niki nima deydi? Bosh koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan, qolgan koeffitsiyentlari haqiqiy sonlardan iborat bo'lgan ko'pxat f. Ya'niki rx deb berib qo'ygan uchun. Agar koeffitsiyentlari butun deb berib qo'ysa, zx bo'lardi bu yerda. Va x0, x1 mana shu shartlarni bajaradigan butun sonlar berilgan. Misol uchun -1000 va -1000 dan katta bo'lgan qanaqadir bir son, misol uchun mana 0 bo'lishi mumkin. 0 dan katta qanaqadir bir butun son, misol uchun 5 bo'lishi mumkin. Hokazo, misol uchun mana bu yerga kelganda qanaqadir bir butun son bo'lishi mumkin. Xullas, bular butun son. Mana shu tenglikni bajaradigan. Bu holatda isbotlang deyapti. Shunday k0 topiladiki, 0 dan n'gacha bo'lgan mana shu butun sonlar ichida x k0 dagi funksiyaning qiymatini moduli n faktorial taqsim 2 ning n'inchisidan katta yoki teng bo'lar ekan. ustoz ana monik nima uchun tushuntiravering iltimos. Monik mana bilamiz. fx monik ko'pxat deyiladi. Agar mana shunaqa bo'lsa, x ni n'inchisi plus demak a n-1 x ni n-1-inchisi plus va hokazo plus a1x plus a0 bo'lsa. Ya'niki mana bu yerda 1 turibdi-da. Bosh koeffitsiyent 1da xullas. Mana shu yerda 1 turibdi mana shu. Mana shu bosh koeffitsiyenti 1 bosh koeffitsiyenti teng bo'lmagan bo'lsa, unda monik deb aytiladi. Tushunarli, rahmat. Xo'p. Endi mana shu butun sonlar berilgan va shu uchun shunday demak, qonun topilishini isbotlashga mana shu nuqtadagi funksiya qiymati n faktorial taqsim 2 ni n'inchisidan katta yoki teng bo'lgan modul jihatidan. Shuni isbotlash kerak. Xo'p. Bizlar Lagranj formulasi degan mavzuni o'tyapmiz. Demak, funksiyani katta ehtimol bilan Lagranj formulasi bo'yicha yoyish kerak. Demak, fx ni yoyish kerak bo'ladi Lagranj formulasi bo'yicha. Aynan mana shu qaysi nuqtalar berilganda x0, x1 va hokazo xn nuqtalar berilgan. O'zi ham bu yerda n plus bitta nuqta. Nuqtalarni o'zi berib qo'yibdi, butun va mana shu shartlarni bajaradi. Xo'p. Demak, fx teng manda summa keladi. Lagranj formulasida o'tgan darsda ham o'tdik, hozir ham yuqorida mana takrorlab o'tdik. Demak, fxi i teng 0 demak n'gacha va mana bu yerda nima keladi? Ko'paytma keladi. J 0 dan demak n'gacha, j 0 dan orada bitta i ga teng bo'lmaydi. x minus xg mana bu yerda x minus xg taqsim xi minus xg larni ko'paytmasi. Xo'p, fx monik polinom bo'lgandan keyin fx mana shunaqa ko'rinishda yoyiladi. To'g'rimi? Ya'ni fx teng mana shu narsa xullas. Mana shu x ning soldagi koeffitsiyentni qanday topamiz?
x'ning sonidagi koeffitsiyentni qanday topamiz? Mana bu ko'paytmalarga e'tibor berishim kerak-da men. Uni oldidagi koeffitsiyentlarga uni oldidagi koeffitsiyent qanaqa koeffitsiyent kelsa, o'shalarni yig'ib chiqishim kerak, to'g'rimi? Ya'niki mana bu ko'paytmada x'ning n'inchisi mana shu ko'paytmani o'zini qaraydigan bo'lsak, mana shu ko'paytma, ya'niki ko'paytma belgisini yuqoriga ham pastga ham yozsam, yuqorida nima keladi? X'ning n'inchisi oldida. Bu yerda o'zi 0 dan n'gacha n plus bitta son bor, faqatgina bitta i'ga teng bo'lmasdan ketadi. Shuning uchun n'ta ko'paytma keladi. X minus x'lardan n'tasi tursa, ularning ko'paytmasida x'ning n'inchisi oldida nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Chunki x oldida mana 1 ku hozir. Birlar ko'payib keladi-da. 1 bo'ladi. Demak, 1 taqsim xi minus x'larning ko'paytmasi ko'paytirilgan fxi mana shularning yig'indisi kelishi kerak menda. To'g'rimi? Ya'niki mana shu narsa kelishi kerak. I teng demak 0 dan demak n'gacha fxi ko'paytirilgan 1 taqsim nima keladi? Ko'paytma xi minus xg va bu ko'paytma menda j bo'yicha olinadi. J 0 dan demak n'gacha o'rtada bitta i'ga teng bo'lmasdan ketadi. Mana shu narsa menda bir to'g'rimi? To'g'rimi? Mana buni yoyib ko'rsatib beraymi? Mana bu nima deydi? Darajasidagi mana bu nimalar bor-ku? Ko'paytmalar. O'shalarni yoyib ko'rsatib beraymi? Tabii mana shu narsa keladi. Tushundingizmi hozir mana shu narsa kelganini? Bosh koeffitsiyenti mana shunga teng. Shu qismi hozir tushunarli bo'ldimi? Yo'q, ustoz, tushunmadi. Hozir mana qarang, hozir qaytadan tushuntirib beraman. Xo'p, xullas, mana shunaqa fx mana shunaqa Lagrange formulasi bo'yicha shunaqa yoyildi, to'g'rimi? Endi men buni mo'l polinom deb berib qo'yibdim. Mana shu x'ning sonidagi koeffitsiyentni topmoqchiman. Demak, buni men yoyib chiqishim kerak, boshqacha yo'li yo'q, to'g'rimi? Yoyganimda hozir mana qarang. Buni men hozir yoyganimda mana shunaqa narsa keladi. Birinchi o'rinda ko'paytmani yoyaman, keyin yig'indini yoyib chiqaman. Demak, yig'indi menda i teng 0 dan demak n gacha. Demak, bu yerda menda fxi va mana bu ko'paytmani yoyaman birinchi. Maxraji demak xi minus demak x0 kelishi kerak. xi minus x1 kelishi kerak. Va hokazo xi minus demak xi minus 1 kelishi kerak. i minus 1 gacha keladi. O'rtada bitta i ga teng bo'lmasdan ketadi deganimiz uchun x i plus 1 dan boshlanib ketadi bu yerda. To x i minus x n gacha keladi. Maxraji tushunarli, to'g'rimi? Mana ko'paytmani. Maxraji. Endi suratiga e'tibor beradigan bo'lsam, x minus xg larni ko'paytmasi. Ya'niki x minus x0, x minus x1 va hokazo x minus x i minus 1 bo'lyapti. O'rtada bitta i ga teng emas deb aytdik-ku. J. Shu hisobiga i minus 1 gacha keladi. Va keyin uje i plus 1 dan boshlab ketadi bu. I plus 1 dan. X minus x demak n, to'g'rimi? Xo'p, mana shu ko'paytmada nechta ko'paytma bor? Birinchi o'rindagi savol. Nechta ko'paytma qatnashib keladi mana shu joyda? O'zi 0, 1, 2, 3 va hokazo n deb sanasangiz, n plus bitta nuqta bor. N plus bitta ko'paytma bor. Lekin o'rtada bitta i ga teng bo'lmasdan ketyapti-ku. Shuning uchun o'rtada x minus x i yo'q. X minus x i yo'q, qatnashmayapti o'rtada. Mana shu o'rtada. Shuning uchun enta nima keladi-da, ya'niki enta ko'paytma keladi. Demak, o'zi ko'paytmani o'zi enta bo'lyapti. Misol uchun mana qarang. Bu xuddiki n teng 3 da mana bu narsa bo'layotganga o'xshaydi, ya'niki x minus 1, x minus 2, o'rtada x minus 3 yo'q, x minus 4 misol uchun. Misol uchun n teng 3 payti. Mana shu ko'paytmada x ni 3-daraja sonidagi koeffitsiyentni qanday topasiz? Faqatgina x larni bir-biriga ko'paytirib
ko'paytirilgan holatda ularning oldidagi mana bu koeffitsiyentlarga kirasiz, to'g'rimi? Qanaqadir 2x minus 4 bo'lib qolmayaptimi degan ma'noda. Mana shu joyga kirasiz, to'g'rimi? Bular o'zi 1 bo'lyapti menda, misol uchun mana. Chunki mana formulada aytildi-ku, x minus xglarni ko'paytirish deb aytildi-ku, mana shu joyda 1 kelyapti, misol uchun mana. Mana bu yerda 1 qizil bilan yozay shuni. 1 1 1 1 1. Mana shu sonlarga kiradigan bo'lsak, demak bundan kelib chiqar ekan, 1 kelar ekan, demak mana shu ko'paytmada x ning instaldagi koeffitsient 1 kelar ekan. Mana shu ko'paytmani o'zida. To'g'rimi? Mana shu ko'paytmani o'zida x ning instaldagi koeffitsient 1 kelar ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Endi 1 taqsim mana shu narsa ko'paytirilgan fx. Shularning yig'indisi kelishi kerak menda. Bosh koeffitsiyenti. Chunki bunaqalardan hozir yig'indi keladi-da. Har safar mana ustidagi son 1 kelaveradi. Faqatgina mana bu sonlar bor. To'g'rimi? Shunaqa narsa deb yozganman bu yerda. Tushunarli bo'ldimi hozir mana shu joyi? Koeffitsient topish. Yo, yana mana bu summani yoyib ko'rsatib beraymi? Chunki mana bu yerda 1 kelaveradi. Hozir mana shu yerda 1 keldi-ku. Ya'ni summa fx 1 taqsim mana shu narsalar keladi. Prosta mana bu narsani yig'ib mana bu narsa qilib qo'yganman. Tushunarli, rahmat. Tushunarli bo'ldimi endi? Aha. Endi davom qildirsak, 1 demak menda mana shu songa teng, to'g'rimi? Bunga men shunda hozir modul qo'ysam ham shunga teng bo'ladimi? Ha. Modul qo'ysam ham 1 ga teng, chunki ichi 1 ga teng bo'ladi. Lekin men hozir mana bu qismiga ham modul qo'ysam-chi? Mana bu qismiga. Buni qiymati o'sha kattalashib ketib qoladi mana shuni. To'g'rimi? Ya'niki yig'indining moduli modullar yig'indisidan oshmaydi menda. Shundan foydalanmoqchiman. Faktiski. Shuning uchun mana bu joyga modul qo'ysam, buni qiymati 1 dan oshib ketib qoladi. Xo'p, endi demak 1 menda demak kichik yoki teng ekan. Yana qaytadan yozib olamiz. Summa demak 0 dan n'gacha i bo'yicha bu. Fx i'larning demak moduli bu yerda demak ko'paytma kelar ekan. 1 taqsim x i minus xglarning moduli. Bu yerda ko'paytma j bo'yicha. Endi buni yanada kattalashtirish imkoniyati bormi menda? Chunki bu fx 0 dagi qiymat, fx 1 dagi qiymat va hokazo fx n dagi qiymatlar ichida eng o'sha kattasi topiladi-ku modul jihatdan. To'g'rimi? Shunaqadir bir konollar topiladiki, endi bu yerda bitta konol emas, ikkita konol bo'lishi mumkin. Maksimum qiymatiga bitta nuqtada emas, balki ikkita nuqtada ham erishish mumkin-da. Aynan x1, x0, x1 va hokazo xn nuqtalar berilgan-ku menda. Ya'niki mana bu m to'plami eng katta elementini qidirmoqchiman xullas. fx0 ning demak moduli, fx1 ning demak moduli va hokazo fxn ning demak moduli. Ya'niki n plus bitta elementdan iborat bo'lgan m to'plamini qarasam, m to'plami maksimal elementi bor. Qanaqadir konolda erishadi yoki qanaqadir konollarda erishadi. Misol uchun mana maksimum elementi misol uchun mana 5 bo'lsa, o'sha 5 degan qiymatga funksiya aynan bitta x 0 da emas, aynan bitta x konolda emas, bir nechta konollarda erishishi mumkin. Shuning uchun qaysi konolni olganimni farqi yo'q-da, bir nechta bo'lib ketsa ham. Demak, shunday bitta konol mavjudki, umuman olganda 0, 1, 2 va hokazo n'lardan n'ga mana shu to'plamga tegishli bo'lgan. Shunday konol borki, aynan mana shu f x konol degan funksiyani x konol degan nuqtadagi qiymatini moduli menda katta yoki teng ixtiyoriy mana bu f x i nuqtalardagi funksiya qiymatlarining modullaridan katta yoki teng bo'ladi.
Ya'niki fx'larni mana bu fx'larni yuqoridan mana bu fx kamol bilan baholashim mumkin. Bu bilan men funksiya qiymatini yanada kattalashtirish imkoniyatiga ega bo'laman. To'g'rimi? Kattalashtirish imkoniyatiga ega bo'laman-da. Fx demak kamolning moduli bu yerda i teng demak 0 dan n'gacha ko'paytma keladi endi menda demak j menda 0 dan demak n'gacha j o'rtada bitta i ga teng bo'lmasdan ketadi. Bir taqsim x i demak minus xj ning moduli turibdi yuqorida. Xo'p, endi fx kamolning moduli bu i ga bog'liqmi? Bu i ga bog'liq emas-ku. Bu yerda x i kelmayapti-ku, misol uchun. To'g'rimi? Shuning uchun buni summadan tashqariga chiqarib bilamanmi? Ya'niki buni o'rnida misol uchun mana 3 turadigan bo'lsa, har safar 3 keladi yig'indida. Mana bu ko'paytmalarning oldida. O'shani umumiy hamma yig'indidan tashqariga chiqarib bilamanmi? Ya'niki bu degani 3a plus 3b plus 3c keladigan bo'lsa, 3 ni qavsdan tashqariga chiqarishga o'xshaydi-da. Demak, fx kamolning moduli bo'lishi kerak menda. Bu yerda esa yig'indi keladi, i teng demak 0 dan n'gacha ko'paytma keladi, j teng 0 dan demak n'gacha j o'rtada bitta i ga teng bo'lmasdan ketadi va bir taqsim x i minus xj larni ko'paytmasi bo'lishi kerak menda. Endi mana bu ko'paytmani alohida kattalashtirish masalasini qaraymiz. Shu joyga hozir shu joygacha hozir tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Shu joygacha hozir tushunarlimi? Mana qismi kelgan joygacha oldin mana bu qismini nima qilib olamiz? Mana bu qizil bilan belgilab qo'yay mana shu qismini. Mana shu qismini oldin bitta ko'ramiz, kattalashtirish masalasini. Agar mana shu qismini men kattalashtirib bilsam, har bitta mana shu ko'paytmani kattalashtirib chiqaman, natijada mana bu yig'indi kattalashadi. Yig'indining ichidagi har bitta qo'shilishini kattalashtirib chiqqan bo'laman-da men. Shuning uchun buni kattalashtirish masalasini qarayman. Xo'p, demak, buni ochib chiqsak o'zi nima bo'ladi menda? Buni ochib chiqsam nima bo'ladi o'zi menda? J bo'yicha ko'paytma bu yerda, to'g'rimi? Ya'niki x i minus x0 x i minus x1 hokazo x i demak minus x i minus 1 moduli ko'paytirilgan va hokazo i plus 1 dan boshlab to x i minus x n. Xo'p, mana shu narsa mana buni beradi. Endi x larni o'ziga kiradigan bo'lsak, buni kattalashtirishim uchun men x larni o'ziga kirishim kerak majbur. Demak, x lar uchun qanaqa munosabat bor menda? x0 menda x1 dan kichik, x1 x2 dan kichik va hokazo kichik bo'lib ketadi x n dan kichik. Mana shunaqa shart bor va bular butun. Mana butun degan sharti menga juda katta yordam beradi baholashda. Xo'p, bu degani nima degani? O'rtada bitta x i bo'lsa, x i minus 1, x i minus 2 va hokazo x nollarimizni hammasi x i dan kichik degani. Ya'niki mana bu qismigacha men qavsni to'g'ridan-to'g'ri ochib yuborishim mumkin, chunki ichimizda x i minus x i plus 1 dan boshlab x i minus x i plus 1 dan boshlab turib mana modulning ichi manfiy bo'lib boshlaydi-da. Shu hisobga u yerdan boshlab modulni minusdan ochaman. Minusdan boshlab ochaman. Xo'p, endi mana qaranglar. Bir taqsim bo'lyapti, demak shunda xi demak menda minus x0 xi menda minus demak x1 va hokazo xi minus xi minus 1 modulni ochdim. Keyin xi plus 1 dan boshlab demak xi plus 1 minus xi plus 2 minus xi va hokazo shunaqa bo'lib ketaverishi kerak menda.
xn minus x i'gacha. To'g'rimi? Mana shu modulni ochganimga tushundingizmi? Hozir mana bu tenglikdan foydalanib ochdim. Shu qismi tushunarlimi hozir? Shu qismi tushunarli bo'ldimi? Davom ettirsam bo'ladimi? Endi buni men kattalashtirish masalasini qaramoqchiman. Kattalashtirish masalasini qaramoqchiman. Mana shuni qanday baholasam bo'ladi degan, qanaqadir bir son bilan baholash mumkinmi degan savol bor. x0lar va x1larni kiritilishga qaraymiz. x1 x1dan kichik. Bu degani x1 minus x0 0 dan katta degani, to'g'rimi? 0 dan katta degani. Bu degani nima degani? x1 va x0larim menda butun sonlar bo'lgani uchun x1 minus x0 kamida 1 bilan baholanadi degani. Ikkalasi ham butun bo'lgani uchun. Va mana bu yer katta 0 dan katta bo'lgani uchun bu kamida 1 bo'ladi. Chunki ikkalasi ham butun. To'g'rimi? Xuddi shu usul bilan x1 x2dan kichik. Bu degani nima degani? x2 minus x1 menda demak katta 0 dan katta, demak x2 minus x1 menda 1 dan kattaga teng bo'lishi mumkin. Eng kamida 1 bo'lishi mumkin bu. To'g'rimi? Eng kamida 1 bo'lishi mumkin. 0 dan katta bo'lgan butun son eng kamida 1 bo'lishi mumkinmi? To'g'ri. Xuddi shu usul bilan x3 x2 dan katta, x3 demak minus x2 demak 0 dan katta, demak x3 minus x2 menda kamida 1 bo'lishi mumkin bu. Va hokazo xn minus xn minus 1 demak kamida 1 bo'lishi mumkin. Bu degan nima degan narsani beradi menda? 2 1 2 1 qo'shib chiqsangizlar mana shu narsa keladi. Demak x1 minus x0 menda demak 1 dan kattaga teng bo'lsa, o'rtada mana bu yerda xi minus x i minus 1 bor. Bu ham 1 dan kattaga teng. xi dan boshlab mana shu qismigacha qo'shaman hammasini. Hammasini qo'shaman. Hammasini qo'shsam xi minus x0 keladi. xi minus x0 keladi. Nechta ifodani qo'shyapman? Sanab chiqishga x1 x2 hokazo xigacha bor, demak i ta ifoda. Demak bu yerda birlardan itasi kelish kerak menda. xi minus x0 menda demak kattaga teng i. Xuddi shu usul bilan xi minus x1 mana bungacha qo'shaman endi x2 minus x1 gacha. xi minus x i minus 1 bor-ku, mana shu narsa. Shundan boshlab mana bungacha qo'shaman. Bu yerda o'sha i minus 1 ta qatnashadi. Mana bu bilan i bo'lib turgandi chunki. Ular menda i minus 1 dan kattaga teng. To'g'rimi? Demak xi minus x2 ni qaraydigan bo'lsak, xuddi shu usul bilan i minus 2 va hokazo xi demak minus x i minus 1 kattaga teng 1. Yana o'zi keldi mana bu yerda. Xo'p, shu usul bilan davom qiladigan bo'lsak, shu usul bilan xi plus 1 minus x i, ya'ni bundan keyingisi xi plus 1 minusdan xi bo'lardi o'zi. Kattaga teng o'zi bu yerda ham bor, ya'niki o'zini tushdim degan ma'noda yozyapman. xi plus 2 minus xi plus 2 minus xi chi desak, bu yerda o'zi nima bo'lyapti? xi plus 1 minus xi. Mana birdan katta tenglik bor mana bu yerda. Va xi plus 2 minus xi plus 1. Birdan katta tenglik bor. Ikkalasini qo'shsangizlar xi plus 2 minus xi qoladi. Katta teng 2 bo'ladimi shunda? Shu usul bilan xi plus 3 minus xi. Minus xi. Katta teng 3. Va hokazo davom qiladi xn minus xi katta teng n minus i.
Demak, bulardan kelib chiqadi. Hammasini ko'paytirsam nima keladi? Mana buni mahrajidagi narsa keladi menda. Mana uni mahrajidagi narsa. X minus x0, x minus x1 va hokazo x minus x minus 1. Keyin nima bo'lyapti? X plus 1 minus x plus 2 minus x va hokazo x minus x. Ya'ni bularni quyidan baholab chiqmoqchiman. Mana bu narsa demak menda i, mana bu narsa demak i minus 1 va hokazo katta yoki 1 bu. Bu ham menda mana buni ham misol uchun 1 dan katta yoki bu ham 2 dan va hokazo bu ham n minus i dan katta yoki. Ya'niki buni mana shunaqa qilib baholasam, quyidan baholasam mana bu narsani. Mahrajli narsani quyidan baholasam, mana shu ko'paytma yuqoridan baholanadimi shunda? X bilan kerakli bo'lsa, 1 taqsim x nima bo'ladi menda? 1 kichik teng bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqada, misol uchun. Yuqoridan baholanadi, to'g'rimi? Tengsiz o'zgaradi-ku. Shu hisobga bu yerda qanaqa ifoda keladi hozir? 1 dan i gacha ko'paytma i faktorial va 1 dan n minus i gacha ko'paytma n minus i faktorial. Demak, bu menda umuman olganda kichik yoki teng bo'lar ekan, ko'paytmani o'zi. Kichik yoki teng bo'lar ekan 1 taqsim i faktorial n minus i faktorial. Ko'paytmani o'zi. Mana shu ko'paytmani o'zi menda demak x i minus xg larni o'zi menda kichik yoki teng 1 taqsim i faktorial n minus i faktorial. Nima dedim? Shu nimalarni ko'paytmalarni yig'indisi keladi dedik. To'g'rimi? Mana fx ko'rinib chiqib turibdi. Pastdan bu yuqoridan mana bu yerda yuqorida mana yozib qo'yamiz. Bu 1 bilan baholangan o'zi. Mana 1 bilan baholangan. Demak, 1 menda kichik yoki teng deb yozib ketsam ham bo'ladi. Fx ko'rinib deb. To'g'rimi? Mana bu narsa. 1 menda demak kichik yoki teng fx ko'rinib. Demak, mana bularni yig'indisi. Buni ham men kattalashtirib yozyapman, to'g'ridan-to'g'ri hozir. Shu hisobga pastda hamma o'sha keladigan natijani yozaman endi birdaniga. Fx ko'rinib summa 1 taqsim i faktorial minus i faktorial deb yozishimga to'g'ri keladi. Demak, 1 menda demak kichik yoki teng bo'lyapti. Fx ko'rinib mana shuni moduli va yig'indi. Demak, ya'ni birdaniga mana bu narsani baholab yuborsam 1 taqsim i faktorial n minus i faktorial. Bu yerda i 0 dan to n gacha. Ikkala tarafni n faktorialga ko'paytiramiz. Kichik yoki teng fx ko'rinib demak moduli. Buni men n faktorialga ko'paytirsam n faktorial taqsim i faktorial n minus i ni faktorial. Cn dan i ni beradi. Summa demak Cn dan i. I teng demak 0 dan n gacha. Bu yig'indi nimani beradi menda? 2 ni n-chisini, to'g'rimi? Ikki n-chisini beradi bu. Ya'ni 1 plus 1 ni n-chisini olib chiqyapman-da. 1 demak i-nchisi, 1 ni n minus i-nchisi, Cn dan i keladi-ku. Bu shunaqa narsa qilasiz. Demak, menda xullas mana kelib chiqdi va nihoyat fx ko'rinib moduli menda katta teng n faktorial taqsim 2 ni n-nchisi bo'lar ekan rostdan. Xullas, yechimimi? Yechim tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Mana shu misolni. Tenglikni orqali baholab chiqyapmiz prosta. Xo'p, agarda yechimi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tishdan oldin ikkita lemma aytamiz. Xo'p, demak, birinchi lemma. Xo'p,
TK nuqtalari uchun TK teng kosinus pk taqsim n. Mana shu nuqtalari uchun mana shu kosinus pk taqsim n. Bu yerda k 0 dan n'gacha o'zgaradi. Ya'ni kosinus p n minus 1 taqsim n, kosinus p n minus 2 taqsim n va hokazo kosinus 0. Shunaqa xullas. n 0 dan n'gacha xullas o'zgaradi. Xullas bu tushunarli-ku, ya'niki nuqtalarni belgilash tushunarli. Xo'p, agarda TK teng mana shu nuqtalar ni qaraydigan bo'lsak, ya'niki kosinuslar orqali mana bu pk taqsim n'lar, ya'niki bu yerda oraliqqa p taqsim n'dan bo'lgan burchaklarni teng n bo'lakka bo'lganda bu yerda misol uchun. Xo'p, mana shu nuqtalar uchun quyidagi munosabat bajarilar ekan. fx teng x minus tk larni ko'paytmasi k teng 0 dan demak n'gacha, k teng 0 dan n'gacha x minus tk larni ko'paytmasi mana shu ifodaga teng bo'lar ekan. Zost x kvadrat minus 1 taqsim 2 ni n'inchisi va mana bu yerda x plus zost x kvadrat minus 1 ni n'inchisi minus x minus zost x kvadrat minus 1 ni n'inchisi. Mana shu tenglik bajarilar ekan. Buni isbotlashni demak 3 ta demak menda bosqichi bor. 3 ta bosqichga bo'lamiz. Demak, birinchi bosqichi mana bu ko'p xatga e'tibor beradigan bo'lsak, x minus tk, ya'niki x minus t0, x minus t1, x minus t2 va hokazo x minus tn larni ko'paytmasi bor. Har safar mana x minus tk lar kelyapti. X oldida hech qanday koeffitsient yo'q, ya'niki 1 ga teng oldidagi koeffitsient, to'g'rimi? O'sha birlar ko'payib x ni nimasi keladi bu yerda? n plus birinchisi keladi. To'g'rimi? Chunki 0 dan n'gacha n plus bitta son bor. n plus birinchi darajali ko'pxat keladi, bosh koeffitsiyenti 1 ga teng. Bu yerda ham shunaqa keladimi degan savol bor menda. Bosh koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lgan n plus birinchi darajali ifoda keladimi? Buning uchun men nima qilishim kerak? Misol uchun x ni n plus birinchisiga bo'lib turib, x ni cheksizlikka intiltirishim kerak. O'shanda hosil bo'ladigan ifoda menda 1 chiqishi kerak qiymati. Keyin ikkinchi savol paydo bo'ladi. Mana bu 2 ni n'sini bu yoqqa ko'paytirish qilib o'tirsam, mana bu ilzos x kvadrat minus 1 bunga ko'paytirdi-ku. Shuni hisobiga menda ilzos x kvadrat minus 1 lar kelmaydimi? Ya'niki 2 ni n'sini bu yoqqa o'tkazib yuborsam, hosil bo'ladigan ifodada ilzos x kvadrat minus 1 lar qatnashib kelmaydimi? Ya'ni birinchi misol uchun mana ko'pxat bo'lib qoladigan bo'lsa, ilzos x kvadrat minus 1 mana ortiqcha. Xuddiki ko'paytirilgan nimaga o'xshaydi misol uchun. Misol uchun mana x chiqadigan bo'lsa, misol uchun deb aytyapman, yoki 2x chiqadigan bo'lsa, n teng misol uchun ichida misol uchun mana x ga bo'lib qo'ygan, misol uchun ko'pxat bo'lib qoladigan bo'lsa, x ko'paytirilgan mana buni hisobiga x kvadrat minus 1 mana shunaqa bo'lib qolmaydimi degan savol bor menda. Bunaqa bo'lib qolmasligini oldini olish uchun men nima qilishim kerak? Ya'niki rostdan bu ko'pxatni shuni tekshiraman men ikkinchi o'rinda. Uchinchi o'rinda tekshiradigan narsamga keladigan bo'lsak, bu mana x o'rniga men t-ni qo'ysam, buni qiymati 0 chiqadi hozir. Chunki bu x minus t-larni ko'paytmasi bu. Bu yerda ham 0 chiqadimi? T-lar rostdan ham bo'chi ildizmi? Mana shu 3 ta savolga javob beramiz hozir. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishim mana ifodaga ko'ra fx teng demak menda x minus tk-larni ko'paytmasi bo'lyapti. K teng 0 dan n'gacha. Bu narsa menda demak n plus 1 darajani
boshqa narsada birga teng bo'lgan ko'p xat, ya'niki monik polinom. Monik polinom. Monik polinom. Bu yerdagi ko'p xat ham shunaqami? Uni tekshirishni n plus birinchi darajaga bo'lib, ya'niki x ni n plus birinchi darajasiga bo'lib, x ni o'zini x ga intiltirishim kerak men. Demak, limit x x ga intilganda f(x) taqsim x ni demak n plus birinchisi, mana shu qiymat menda 1 chiqishi kerak. Buni o'rniga demak men mana buni qo'yib yozaman. Natijada menda nima keladi? X x ga intilgan paytda demak 2 ni demak n'inchisi x kvadrat minus 1 bo'lyapti ildizda, demak x ni olib bersam bunga ichida esa mana bu narsani x ga bo'lib yozganman. Demak 1 plus ildiz ostida 1 minus 1 taqsim x kvadrat. Mana shuni n'inchisi minus 1 minus ildiz ostida 1 minus 1 taqsim x kvadrat. Mana shu n'inchisi demak. Bu demak 0 ga intiladi, shuni hisobiga bu 2 ni n'inchisiga intiladi. Bu demak 0 ga intiladi, shuni hisobiga 1 minus 1, ya'niki 0 ni n'inchisiga intiladi. Buni ichi 2 ni n'inchisiga intilib qoladi. Mana bu narsa 1 ga intiladi. Demak bu 2 ni n'inchisi taqsim 2 ni n'inchisi bo'lib, bu rostdan ham qiymati 1 ga teng chiqar ekan. Bu tushunadi. Xo'p, endi ikkinchi qismi. Bu rostdan ham ko'p xatmi degan savol bor. Buning uchun men GNX ni qarayman. GNX. Mana shu narsa GNX ni qurib olsangizlar, mana shunaqa qilib, ya'ni mahrajda 2 ni n'ichisini bu yoqqa o'tkazib, qurib olsangizlar 2 ni n'ichisini fx qilib. Mana shunaqa ko'p xat qarasangizlar, ya'niki mana bu ko'p xatdan mahrajidagi 2 ni n'ichisini olib tashlaganim hosil bo'lgan ko'p xat. O'sha ko'p xat uchun o'sha ko'p xatni GNX deb belgilayapman. O'sha ko'p xat uchun quyidagi munosabat bajariladi. Topib chiqsangizlar ham bo'ladi buni erinmasdan keltirib chiqarib. Gn plus 2 o'shani qizil bilan yozay, muhim joyi baribir. Gn plus 2x teng Gnx plus 4x kvadrat qavs ichida x kvadrat minus 1 ko'paytirilgan pnx. Shunaqa narsa hosil bo'ladi menda. Bu yerda bilasizlar, mana tnx degan narsani yuqorida ham ko'rdik. Bu Chebish ko'padi bu. Chebish ko'padi. Shu qadar bo'lmaganda. Va j1x va j2x ga qaraydigan bo'lsak, yuqoridagi f ni qurilishiga ko'ra j1x ni topadigan bo'lsangizlar, 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus 1 bo'lar ekan. Va j2x ni topadigan bo'lsangizlar, 2x, yo'q 2 emas, 4x x kvadrat minus 1 chiqar ekan. Ya'niki j1 va j2 lar ko'p xat menda. Va tnxlarimiz ham ko'p xat bu. Ko'p xatligini o'tgan darsda ko'rdik. Demak, mana bu j1, j2 larni, masalan, mana n teng 1 desangizlar, o'sha j3 chiqadi. N teng 2 desangizlar, j4 chiqadi-ku. j3 va j4 larimiz ham mana shu formuladan kelib chiqib ko'p xat bo'ladi o'sha. Chunki tn ko'p xat, j1 va j2 larimiz ham mana ko'p xat bo'lyapti. Ya'niki ildiz x kvadrat minus 1 degan narsalar yo'q bu yerda. Shu hisobga gn plus 2 har bitta n naturalsonda ko'p xat bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, gn ko'p xat ekan. Rostdan ham bu ko'p xat ekan. Endi ildiz masalasini tekshiramiz. 3-chi. Tekshiradigan narsamiz bu ildiz masalasi. Buni qiyin joyi ham yo'q. Masalan, mana muavirga tashlasangizlar ham bo'ladi. Muavirga ko'ra gn tk o'sha menda 0 bo'ladi. Gn tk. Shu hisobga o'sha f uchun ham mana bu nuqtalar ildiz bo'ladi.
Bu yerda cho'miz 0 dan to n'gacha o'zgaradi. 0, 1, 2 hokazo. Mana shu to'plamga tegishli. Ya'ni rostdan ham shu munosabat o'rinli ekan. Yuqoridagi o'sha munosabatni qaytadan yozamiz. Fx teng demak ko'paytma kelganda cho teng 0 dan demak n'gacha x minus tkolarni ko'paytamiz. Bu ham teng ekan menda demak ildiz osti x kvadrat minus 1 ni qilsam 2 ni n'inchisi qavs ichida x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ni demak n'inchisi minus qavs ichida x minus ildiz osti x kvadrat minus 1 ni demak n'inchisi bo'lar ekan. Demak mana shu munosabat o'rinli ekan. Endi bu munosabatni o'rinli ekanligini keltirib chiqarishni bizga nima foydasi bor deydigan bo'lsak, tk nuqtalar o'rtasida munosabat keltirib chiqarishga olib kelinadi bu masala o'zi asli. Mana shu kosinus k pi taqsim n degan qiymatlar o'rtasida bir munosabat shakllantirishga yordam beradi bu narsa. Shuni hisobiga biz keyingi lemmani aytsak ham bo'lar ekan. Keyingi lemma nima haqida deydigan bo'lsak, o'sha tk nuqtalar o'rtasida munosabat o'rnatish haqidagi lemma bo'lar ekan bizda. Mana keyin ularni masala yechishdagi o'rni va roli haqida gaplashamiz. Xo'p, demak bizda keyingi lemma, ikkinchi lemma. Ikkinchi lemma demak tk teng kosinus k pi taqsim n bo'lsin. Tk teng kosinus k pi taqsim n bo'lsin. Bu yerda k demak 0 dan to n'gacha. Quyidagi munosabatlar bajarilar ekan, 3 ta munosabat bajariladi quyidagi. A deymiz, bu ko'paytma j deymiz k bo'yicha jimiz bu yerda 1 dan n'gacha o'zgarar ekan. Jimiz bu yerda 1 dan n'gacha o'zgarar ekan. Shu joyda sal adashib ketilgan-ov. Men adashib ketdim. Mana shu joyda 0 dan n'gacha o'zgariladi. 1 emas, 0, 0. 0 dan n'gacha o'zgariladi, faqat orada bitta k ga teng bo'lmasdan ketadi. Tk minus tjlarni ko'paytiradi. Ya'niki j bo'yicha ko'paytma qaraladi-da. Tk minus t0, tk minus t1, tk minus t2, hokazo tk minus tn. Orada bitta j k ga teng bo'lmasdan ketadi. Mana shu qiymat, mana shu qiymat. Demak, minus 1 ni demak k inchisi n taqsim 2 ni demak n minus 1-inchisi. Mana shunga teng bo'lar ekan. Bu yerda kmiz k ga chegara bor. 1 dan n minus 1 gacha. K 1 dan n minus 1 gacha. Chunki k teng 0 da отдельный bitta formula chiqadi. Mana shu ko'rinishga o'xshash bo'lmagan va k teng n da отдельный bitta formula chiqadi. Ya'ni ularni b va s formulasi sifatida yozamiz. Demak, j teng demak 1 dan endi mana n gacha o'zgargan paytida k teng 0 payti t0 minus tjlarni ko'paytmasini beradi bu. Ya'niki t0 minus t1, t0 minus t2 va hokazo t0 minus tn degan ko'paytmalar menda n taqsim 2 ni demak n minus 2-inchisi degan munosabatga olib kelar ekan. Keyin yana bitta nima? Shunga o'xshashroq munosabat t
J demak, 0 dan n minus 1 gacha o'zgarganda, u holatda tn minus tjlar ko'paytmasi, ya'niki k teng n bo'lyapti bu yerda. U holatda jimiz 0 dan n minus 1 gacha o'zgaradi. Bu holatda mana shu ko'paytma uje menda mana bu nimani berayotgan ifodani minus 1 ni n-inchisi n. Demak, 2 darajasi n minus 2. Xo'p, mana shu munosabatda o'rin ekan. Buni qanday keltirib chiqaramiz degan savol bor. Yuqorida birinchi lemmadagi fx funksiyani biz bekor kiritmadik. Yechimida shundan foydalanish kerak. Shundan foydalanib o'zlaringiz keltirib chiqarasizlar. Bu o'zlaringizga qoladi. Chunki hosil olib keltirib chiqarish kerak bo'ldi. Muammosi yo'q. fx teng demak 0 dan n gacha x minus tk berilgan. Biza nimadan foydalanishimiz kerak? Lemma 1 dan foydalanish kerak. Ya'niki lemma 1 dan foydalanib biz fx ni ko'rinishini bilamiz. Qanday ko'rinishda ekanligini. O'sha ildiz x kvadrat minus 1 taqsim 2 ning ichida kalkus ichida ifodalar kelgandiku. Shundan foydalanadigan bo'lsak, lemma 1 dan foydalanadigan bo'lsak, mana buni topish kerak bo'ldi. f' x ni limitini topish kerak x tk ga intilgan paytda. K teng misol uchun 1 dan n-1 gacha o'zgaradigan klar uchun отдельный bitta limit hisoblaysizlar va k misol uchun 0 bo'lgan paytda отдельный, k teng n bo'lgan paytda отдельный 3 ta limit hisoblaysizlar. Bu mana shuni topish kerak xullas. Mana shuni topish kerak. Bu masala o'zlaringizga qoladi, chunki uje biz fx ni topdik. Hosil olish kerak faqatgina. Va ifodani soddalashtirib, erimasidan yozib, yoyib chiqish kerak. Xo'p, bu qismini o'zlaringizdan bajara olasizlar. Biz esa masalani yechishga o'tamiz. Ya'niki shu narsadan foydalanib yechiladigan masalani ko'ramiz. Biz sizlar bilan Chebyshev o'tdik. Chebyshev ko'pxat, o'zi Chebyshev nima qilgan? Qanaqadir bitta shartni bajaradigan ko'pxatni qidirganda, misol uchun Chebyshev nima qilgan? Asosan mana shu kosinus n alfani kosinus alfaning darajalari yordamida yoyiladigan f funksiyani qaragan. F funksiya ko'rinishi qanaqa bo'lgan degan. Mana shu masalani qaraganda, misol uchun umuman olganda. fx ni ko'rinishi qanaqa bo'lgan? Misol uchun bu maktab topolmadim. Aynan shunaqa taxmin qildim. Xullas, kosinus misolini 2 alfa bo'lsa, f deb qo'yaylik, yaxshi shuni. Kosinus 2 alfa bo'lgan bo'lsa, 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 bo'lgan uchun demak f2x manda 2x kvadrat minus 1 bo'lishi kerak. Mana bu yerda 1 bo'lsa, f1 manda aniqrog'i t1. x o'zi bo'lishi kerak, misol uchun, kosinus alfa bo'lgani uchun. Kosinus 3 alfa desangizlar, misol uchun 4x kub minus 3x mi yoki 3x minus 4x kubmi shunaqaroq narsa kelishi kerak. Xo'p, bu qismi tushunarli. Xullas, Chebyshev teoremasi degan teorema bor, o'shani ko'ramiz. Example 8 sifatida shu masalani o'zini ko'ramiz. Example 8 bu Problems from the bookda 10-masala. Aynan mana shu Lagrange interpolation formula degan mavzusidagi. Xullas, Chebyshev teoremasi. Chebyshev teoremasi nima haqida gapiradi? Ixtiyoriy f, demak, koeffitsiyentlar haqiqiy bo'lgan monik polinom uchun, ya'niki bosh koeffitsiyenti 1 ga teng, qolgan hamma koeffitsiyenti, qolgan hamma o'sha nimasi? Koeffitsiyentlar haqiqiy bo'lgan monik polinom uchun monik polinom bu yerda degree f teng n n-chi darajali monik polinom uchun mana shu narsa bor ekan.
maksimali demak fx'ni modul jihatdan maksimali minus 1 kesmadagi maksimali 1 taqsim 2 darajasi n minus 1dan katta yoki teng bo'lar ekan. Endi bu yerda f darajasi. F darajasi qanchalik oshib borsa, buni mana minus 1 kesmadagi minimum qiymati kamayib boradi. Xo'p, buni qanday isbotlasak bo'ladi? Monik polinom bo'lgani uchun fx ni demak Lagrange formulasiga yoyamiz. Aynan tk nuqtalarda Lagrange formulasiga yoyamiz, chunki tk nuqtalarni biz bekordan bekor o'tmadik-da. Sizlar bilan misol uchun. Aynan tk nuqtalardagi yoyilmasini qaraymiz Lagrange formulasiga. Undan keyin monik polinom bo'lgani uchun bosh koeffitsiyentini topamiz. Bosh koeffitsiyentini topganimdan keyin o'sha f tk ning modulini demak men baholab yuboraman maksimum qiymat bilan. Uni ham tk nuqtalar bo'yicha baholaganimdan keyin uni minus 1 kesma bo'yicha baholaman. Yanada kattalashtirish uchun. Undan keyin o'sha tk minus tjlarni ko'paytmasi qoladi mahrajda. O'shalarni yig'indisi qoladi. O'shalarni yig'ib chiqaman yuqoridagi formula yordamida. Bo'ldi, shu bilan chiqadim masalan. Yoki isbot g'oyasini undan aytib ketyapman. Xo'p, demak fx monik polinom ya'ni fx ni x ni darajalari bo'yicha yoyilmasi o'z umuman olganda quyidagicha bo'ladi. X ni n-chisi plus a n minus 1 demak x ni n minus 1-chisi plus va hokazo plus a1 x plus a0 bo'ladi umuman olganda. Mana shu ko'p xatni teng kosinus chopi taqsim n nuqtalarda qarasak, mana shu nuqtalarda qarasak, ya'niki shu nuqtalar bo'yicha shu nuqtalar ustidagi qiymatlar yordamida Lagrange formulasiga yoymoqchiman. Shu nuqtalarda qarasak, bu yerda keladi yig'indi demak f tk nuqtalarida qaraganim teng 0 dan n gacha. Bu yerda ko'paytma keladi. J demak 0 dan n gacha. J o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan ketadi. X minus demak nuqtalar menda t i'lardan iborat. Demak x minus t j taqsim tk minus t j kelar ekan. Mana shu narsa keladi. Bu ham menda mana shu yig'in ko'paytmalarning yig'indisi menda mana shu narsani beradi. Bosh koeffitsiyentini topadigan bo'lsak, mana shu joyda turgan 1 ni topadigan bo'lsam, mana shu 1 menda teng bo'ladi hozir. Mana bu narsaga teng bo'ladi menda. F demak tk teng 0 dan demak n gacha va ko'paytma mahrajida 1 taqsim tk minus tj. Ko'paytma j teng 0 dan n gacha o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan ketadi. Mana shu narsa birga teng qiymati aynan. Endi men nima qilishim kerak deydigan bo'lsak, buni men modulga olsam ham 1 bo'ladi qiymati, to'g'rimi? Shu narsani endi men quyida baholash uchun yig'indining modullar yig'indisidan oshmaydi. Shundan foydalanaman. Demak, tashqariga chiqadi, k teng 0 dan n gacha. Demak, f tk ning moduli mana bu yerda ko'paytma 1 taqsim tk minus tj larning demak moduli kelar ekan. J 0 dan demak n gacha. J o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan ketadi. 1 demak mana shundan kichik yoki teng. Demak, buni o'zini qanday kattalashtirish mumkin yanada? F tk ni maksimallashtiraman. Ya'niki t0, t1 va hokazo tn nuqtalar ustidagi qiymatlari bor-ku, f ni. O'sha qiymatlar ichidan maksimalni olaman. n plus bitta qiymat ichidan men maksimalni olaman. Ya'ni bu kichik yoki teng bo'ladi endi menda. Summa keladi. Suratida demak maksimalniy
Cho'miz 0 dan to n'gacha o'zgaradigan payti f t-ni demak modulini maksimumi deb maksimallashtirsam mana bu qiymatni. Bu holatda buni qiymati oshadi. Bu yerda mana bu ko'paytma qoladi mahrajida. J teng 0 dan demak n'gacha, j o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan ketadi va tk minus nima keladi? Tk minus tj kelar ekan. Tk minus tj kelar ekan. Endi buni yanada kattalashtirmoqchiman. Chunki tk mana bu tk'larim. Mana bu funksiyani maksimali aynan tk nuqtalar ustidan kirilyapti-da. Bu yerda n plus bitta nuqta bor. 0 dan n'gacha n plus bitta nuqta bor. O'sha n plus bitta nuqtada emas, butun bitta kesmada kiramoqchiman. Ya'niki kirib turgan o'sha nuqtalardagi qiymatlarni kiradigan nuqtalarini oshirmoqchiman, chegisi ko'p qilmoqchiman. Minus bir kesma qilmoqchiman. U holatda bu funksiya qiymati, ya'niki maksimalning qiymati oshadiki, kamayib ketmaydi. Chunki u nima? Ko'proq joyda qaralyapti-da, misol uchun maksimal qiymat. Minus bir kesmadagi maksimali deb yozib yubormoqchiman fxni. Demak, u qiymat menda o'zgarmas qiymat bo'lgani uchun qavsdan tashqariga chiqadi. Demak, maksimalni minus bir kesmadagi maksimal qiymati fxni demak modulining maksimumi ko'paytirilgan demak yig'indi keladi mana bu yerda. Va mana bu yerda ko'paytma keladi. J teng 0 dan to n'gacha, j o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan ketadi va bu yerda j cho teng 0 dan demak n gacha yig'indi bo'lar ekan. Bir taqsim demak tk minus tjlarni modullarini nimasi? Ko'paytmasini yig'indisi kelar ekan. Demak, 1 menda 1 degan qiymat. Mana shundan kichik yoki tengmi umuman olganda? Hozir 1 degan qiymat mana shundan kichik yoki teng hozir menda. Maksimalni demak minus 1 bo'yicha qaralganda x demak moduli ko'paytirilgan mana bu bo'lyapti menda hozir. Teng 0 dan n'gacha ko'paytma j teng 0 dan n'gacha j o'rtada bitta choyga teng bo'lmasdan keladi. Mahrajda demak tk minus tjlarni ko'paytmasi bo'ladi. Mana shu munosabat o'rinli endi menda. Xo'p, demak men mana shu qiymatni topsam hozir 2 darajasi n minus 1 ga tengligini ko'rsatsam, buni men mana bu tarafga bo'lib qo'yaramanda, misol uchun. Bu tarafga bo'lib qo'ysam 1 taqsim 2 darajasi n minus 1 keladi. Shu bilan bu narsa isbotlanadi. Maksimalni minus 1 dagi f moduli kattalikning 1 taqsim 2 darajasi n minus 1 bo'lib turadi. Shuni isbotlash kerak o'zi. Demak, mana buni qiymatini topishim kerak men. Mana shu qiymatini topishim kerak. Mana shu qiymatini topishim kerak. Mana shuni qiymatini topishim kerak. Demak bularni mana bu ko'paytmalarning qiymatlari bor bizda. Koting 0 da adzenli, koting n da adzenli va komiz 1 dan n minus 1 gacha o'zgarganda adzenli bitta qiymati bor. Demak, mana shu summani, mana bu summani 3 ta yig'indiga ajrataman. Demak, menda ko teng 0 dan to n gacha demak summa keladi. Bu yerda j teng 0 dan demak n gacha j tengmas k bo'yicha 1 taqsim demak tk minus tj mana shuni modullari. Xo'p, summani demak 3 ga ajratish kerak. K teng 0 da. K teng 0 da t0 minus tjlarning ko'paytmasi bo'ladi. Demak, j'imiz bu yerda 1 dan endi to n gacha o'zgargan paytda 1 taqsim t0 minus tjlarning modullari bo'ladi. Keyin o'rtada 1 dan k teng 1 dan n minus 1 gacha bitta yig'indi bor. n minus 1 gacha bitta yig'indi bor. Bu yerda ko'paytma qolib ketdi.
J'imiz 0dan n'gacha o'rtada bitta choyga tenglamasdan ketadi. T k minus tj plus demak kamiz n'ga teng bo'lgan holatida отдельный bitta ifoda kelgandi. Shuni hisobiga mana bu joyda bitta ko'paytma keladi. Demak, kamiz n bo'lsa, j'imiz 0dan to n-1 gacha o'zgarishi kerak. 1 taqsim demak tn demak minus tj. Bo'ldi. Endi mana shuni o'rniga qo'yib soddalashtirib chiqadigan bo'lsak, mana shuni soddalashtirishga yuqorida buni qiymatlarini aytdik. Buni qiymatlarini aytdik biza. T0 minus tjlarning ko'paytmasi dedik. T0 minus tjlarning ko'paytmasi n taqsim 2 darajasi n minus 2 dedik. Plus mana bularning ko'paytmasi kamiz 1dan n-gacha 1dan n minus 1 gacha o'zgargan payti mana bularning ko'paytmasini aytdik. Bularning ko'paytmasi mana bu narsa keldi menda. 1 taqsim demak bu ko'paytma demak menda ko'ga nima bo'lishi kerak? Ko orqali ifodalanganda minus 1 ning ko'inchisi n taqsim 2 darajasi n minus 1. Shunaqa narsa kelgandi. Mana shu ifodalarni demak yig'indisi bo'lishi kerak menda koting n'dan koting 1dan n minus 1 gacha. Plus koting n payti отдельный bitta formula kelgandi. 1 taqsim ya'ni mana bu holatda отдельный bitta formula kelgandi. Demak, modulning ichida mana bu ko'paytmalarning qiymati o'zi menda minus 1 darajasi n demak n taqsim 2 darajasi n minus 2 kelgandi. Demak, mana shu ifodani soddalashtirib chiqish kerak endi. Demak, mana buni soddalashtirsam 2 darajasi n minus 2 taqsim n. Demak, mana buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 2 darajasi n minus 1 yuqoriga chiqadi. Mahrajda n bo'ladi. Mana minus 1 ning ko'inchisi demak moduli 1 bo'lib ketadi. O'shalarni, ya'ni 2 darajasi n minus 1 taqsim n ni n minus bittasi bor bu yerda. Ya'ni n minus bitta ko'paytirilgan darajasi demak n minus 1 taqsim n bor. Plus mana bu ifodaning qiymati menda plus demak 2 darajasi n minus 2 taqsim n bor. Hisoblaydigan bo'lsak hammasini. Bunga buni qo'shsam, chunki ikkalasi bir xil. 2 darajasi n minus 1 taqsim n plus n minus 1 ko'paytirilgan 2 darajasi n minus 1 taqsim n. 2 darajasi n minus 1 taqsim n ikkalasida ham bor. Mana bu n minus 1 ga 1 ni qo'shsam n, mahrajdagi n bilan qisqarib, shunda menda 2 darajasi n minus 1 chiqadimi? Qiymat mana topildi rostdan ham. Rostdan shunaqa narsa o'rinli ekan. Ya'niki yuqorida yozgandim mana bu narsani. 1 kichik yoki teng maksimalni f deb yozgandim. fx moduli kesmadagi ko'paytirilgan mana bu narsa deb yozgandik. Mana shu narsa menda 2 darajasi n minus 1 ga teng ekan. Hozir hisobladik mana. 2 darajasi n minus 1. Demak, maksimal qiymat quyida nima bilan bog'lanar ekan rostdan? Minus 1 bilan 1 kesmadagi maksimali 1 taqsim 2 darajasi minus 1 bilan bog'lanar ekan. Demak, rostdan ham o'rinli ekan bu. Rostdan shu narsa o'rinli ekan. Chebyshev teoremasi o'rinli ekan degan joyga keldik. Xo'p, keyingi lemma 3. Mana shunaqa belgilash kiritamiz. F normasi deb
belgilashga kiritamiz. Ya'ni mana bu ifodani belgilab olmoqchiman. fx modulini maksimumi deb belgilab olmoqchiman mana shuni. Maksimal demak -1 va 1 bo'yicha maksimal fx ni modul jihatdan maksimali sifatida mana shu f normasi sifatida belgilaymiz. Ya'ni shunaqa belgilashga kiritamiz. Agar shunaqa belgilash olinsa, fdagi shu x ya'ni kasetlar haqiqiy bo'lgan ko'p xat darajasi enga teng bo'lgan ko'p xat uchun eng darajali kasetlar haqiqiy bo'lgan ko'p xat uchun mana shu ko'p xat uchun ixtiyoriy x moduli katta yoki teng birlarda, ya'ni x mana shu nimada o'zgargan payti, ya'ni x ga shu shart qo'yilgan payti, ya'ni shu sohada deymizmi, shunaqaroq, ya'niki x moduli birdan katta yoki teng bo'lgan ixtiyoriy xlarda, xullas fx ni demak moduli menda fx moduli kichik yoki teng qiyin x ning demak moduli ko'paytirilgan f ning normasi. Shu munosabat o'rli bo'lar ekan. Ya'niki bu xuddi qiyin x ga nisbatan qanday qarash kerak bo'lganda, ya'ni aylana bilan to'g'risida o'zaro ta'sirlashuvida pi degan son kelgani kabi fx va f1 taqsim x o'zaro ta'sirlashuvi paytida tn x aralashib keladi degan ma'noda qarash kerak tn x ga umuman olganda. Xo'p, endi buni qanday isbotlaymiz? Buni isbotlash kerak. fx ni demak fx ni -1 kesmada tk nuqtalar bo'yicha Lagrange formulasiga yo'yamiz. Tk nuqtalar bo'yicha Lagrange formulasiga yo'yamiz buni. Buni Lagrange'ga yo'yadigan bo'lsak, fx teng demak ftk bu yerda ko'paytma keladi, x minus tk taqsim j edi, shu yerda tk emas, tj edi, tk minus tj. Bu yerda j 0 dan demak ingacha o'zgaradi, j o'rtada bitta k ga teng bo'lmasdan keladi, bu yerda yig'inimiz k teng 0 dan ingacha. Lagrange'ga yo'ysam mana shunaqa narsa bo'ladi. Demak f1 taqsim x topadigan bo'lsam, bu yerda x manda haligacha -1 da yo'yapman. X tegishi -1 x o'rniga endi men 1 taqsim x qo'yaman. Chunki shundagina uni moduli 1 dan katta yoki teng bo'ladi. X o'rniga demak 1 taqsim x qo'yamiz. Natijada f1 taqsim x menda nima bo'ladi? Demak yig'indi k teng demak 0 dan demak n'gacha f tk keladi. Bu yerda ko'paytma nima? 1 taqsim x minus j keladi. Bu yerda tk minus tj. Demak, mana bu yerdagi ko'paytma demak j teng 0 dan n'gacha, o'rtada bitta k ga teng bo'lmasdan ketadi. Demak, f1 taqsim x mana shu narsa. Xo'p. Agarda men mana shu joyga modul qo'yib yuborsam-chi? Modul qo'ysam, bu holatda yig'indini moduli qilib yozishim kerak. Yig'indini moduli qilib yozsam, uni yanada qiymatini oshirishim uchun yig'indini modullar yig'indisidan oshmasligidan foydalanishim kerakman. Shunda men mana bu joyga ham modul qo'yishimga to'g'ri keladi. Ya'niki
Mana shunday modul qo'ysam, buni qiymati oshgan bo'ladi. Aynan teng emas, oshgan bo'ladi. Mana modullarni olib tashlasam, unda tengaydi. Ya'niki yig'indini moduli moduldan yig'isida oshmaydi, shundan foydalanyapman. Demak, bu degan gap nima degani? Mana bu f tk. Tk qayerda aniqlangan? Tk -1 olingan kosinus k pi taqsim n degan nuqtalar. Shuning uchun ham mana bu tklarni ya'niki bu yerda o'zi 0 dan n gacha o'zgargani uchun k. Ya'niki n+1 nuqtadagi qiymatlari bo'lyapti. Mana bu yerda f tkni modullari degan qiymatlar aynan n+1 nuqtadagi qiymatlari. Men shuni -1 kesmadan aniqlab turib, ya'niki fx deb turib, butun -1 dagi maksimali bilan baholasam, buni qiymati oshadi. Maksimal -1 fx ni, demak, modulni qiymati. Bu ham menda nima deb belgilangan yuqorida? Bu norma sifatida kiritilgan. Agar mana shunaqa belgilash olsak deydi. Xo'p, mana bu yerda 1 x larni, demak, ko'paytirish qilib chiqaradigan bo'lsam, 0 dangacha n+1 nuqta bor, orada bitta k ga teng bo'lmasdan ketyapti. Demak, 1 modul x ni, demak, n'si chiqadi. Shunda bu yerda nima qoladi? Yig'indi qoladi, ko'paytmalarning yig'indisi qoladi. Qanaqa ko'paytma deydigan bo'lsak, modulda 1 minus demak x tj mahrajida tk minus tj. J menda demak 0 dan n gacha, j o'rtada bitta k ga teng bo'lmasdan ketadi. Summa k teng 0 dan n gacha keladi. Endi mana bu narsa, ya'niki norma keldi menda. Endi men ko'rsatishim kerak bo'lgan narsa mana shu narsa. Mana bu narsa. Tn x ni yoyilmasi ekanini men ko'rsatishim kerak. Tn x ni modul x 1 dan katta yoki teng bo'lgan paytida yoyilmasi ekanini ko'rsatishim kerak. Lagranj formulasiga. Ya'niki t bu yerda 1 x kelgani uchun t 1 x ning moduli ekanini ko'rsatishim kerak-da. Men 1 x ning moduli. Tn 1 x. Mana shu narsani moduli ekanini ko'rsatishim kerak men. Xo'p, Tn x ni o'zini men nima bo'yicha yo'yaman endi. Endi men Tn x bilan ishim tushadi-da, xullas. Tn x ni o'zini men, ya'niki Chebyshev ko'p hadini Lagranj formulasi bo'yicha yo'yamiz. Tn x teng, demak 0 dan n gacha Tn, demak Tk va bu yerda ko'paytma keladi. X minus Tj lar va Tk minus Tj lar keladi. Ya'ni mana shunaqa narsa keladi. Endi Tk o'zi kiritilishiga ko'ra Tk banda kosinus k pi taqsim. To'g'rimi? Teng kosinus alfa menda kosinus n alfa bo'lib chiqib turgandan keyin Tn demak Tk deganda men nimani tushunishim kerak? Tn kosinus k pi taqsim n. U ham kosinus k pi ni beradi. Ya'ni -1 k ni beradi bu. Ya'ni Tn Tk o'rniga -1 darajasi k ni qo'yib yozib bilaman. Endi buni yozadigan bo'lsak 0 dan demak n gacha k bo'yicha yig'inda -1 ni demak k-inchisi ko'paytma kelar ekan bu yerda x minus tj taqsim tk minus tj degan. Xo'p, ya'ni shunaqa narsa kelar ekan Tn x ni yoyilmasi. Endi nima qilaman? Mana bu narsani musbat manfiyligi bilan shug'ullanaman. Mana mahrajdagi ko'paytmani. Musbat manfiyligi bilan qiziqaman. Chunki Tn ni
x o'rniga yozaman, bir taksini x qo'yib turib, modulga olmoqchiman. Modulga olganim paytimda bu narsani o'zi chiqishi tushunarli. Ya'ni 1 minus x tj chiqishi tushunarli. Chunki x minus 1 minus 1 da o'zgaradi va tj degan sonim kosinus bilan kiritilgani uchun 1 minus x tj musbat bo'ladi. Ya'niki x ni chiqarib olaman hozir. X o'rniga 1 minus 1 taksini x qo'yib turib, soddalashtirmoqchiman hozir x o'rniga. Shunda mana bu yerga modul qo'ymasam bo'ladi. Mahrajga modul qo'yishim uchun minus 1 darajasi koni nima qilaman degan savol paydo bo'lishini oldini olishim uchun men mana bu mahrajdagi ko'paytmalar bilan shug'ullanishim kerak. Xo'p, demak deydi-ku, choting 0 dan demak engacha. Demak, kaosning ichida demak minus 1 darajasi demak keladi menda. Ko'paytma demak x minus j keladi. Ko'paytma yoki j 0 dan ingacha o'zgaradi bu yerda. Va mana bu ko'paytmani yozmoqchiman qaytadan. Ko'paytirilgan demak bir taqsim demak mahrajida demak t minus t1 minus t1 minus minus t0 minus t1 va hokazo minus t minus 1 minus t demak minus 1 va hokazo minus n keladi. Ya'niki shu nimalarni ko'paytmasi keladi. Ifodalarni ko'paytmasi xullas. Bu degani nima degani? O'zi to'kalarni keltirishga kiramiz endi bu yerda. To'kalarni keltirishga kiramiz. Mana ya'niki mana bu yerdagi minus 1 ning choyintisini bularga tasvir qildirmoqchiman. Shuning uchun ham men to'kani kamayib boradimi, ko'payib boradimi, choq bo'yicha shuni o'rganishim kerak. Xo'p, to'ka teng bunda o'zi. Ya'niki to'kalarni o'zini отдельно ko'paytib nima qilamiz? O'rganamiz. Kosinus cho'pi taqsim n. Ya'niki teng 0 da bu kosinus 0 bo'lib 1 ni beradi. Teng 1 da demak kosinus pi taqsim n. Teng 2 da kosinus 2 pi taqsim n. Ya'niki 1 dan boshlab qiymati kamayib o'sha minus 1 gacha keladi. X keladi-da bu. X kamayib keladi degani nima degani? To'ka minus 1 dan katta degani. To'ka minus 1 katta degani. Ya'ni bu degan gap to'ka minus t0 manfiy to'ka minus t1 manfiy va hokazo to'ka minus t demak k minus 1 manfiy va endi to'ka minus to'ka plus 1 dan boshlab mana bu narsa musbat bo'lib boshlaydi. Va hokazo to'ka minus t. Bu degan gap nima degani? Bu yerda bitta manfiy son bor va hokazo bu yerda bitta manfiy son bor. Shu yerda nechta son bor hozir? T0, T1 va hokazo to'ka minus 1 deb sanab boshlasak, mana bu indeks bo'yicha sanaydigan bo'lsak, chota bor, chota manfiy. Chota 0 dan kichik bo'lgan son bor. Shuni hisobiga mana bu yerda ham minus 1 ni choyinchisi turibdi. Shuni hisobiga minus 1 qilib mana bu yergacha olib berishim mumkin buni. Bitta-bittadan. Ya'niki bu ifoda menda teng bo'lar ekan umuman olganda. Teng bo'lar ekan. Mana bu narsani qaytadan yozadigan bo'lsak hozir. Demak summa keladi. Xullas. X minus tjlarning ko'paytmasi va mana shu ifodani o'ziga shuni
bunday qilib yozsam ham bo'ladi. X minus tjlarni ko'paytmasi mahrajda hamma vaqt musbat narsa kelyapti, misol uchun. Tk minus tjlarni modullarni ko'paytmasi. J'miz 0 dan to n'gacha j tengmas k. Mana bu yerda yig'inda k teng 0 dan n'gacha olinadi. Mana shu narsa menda tnx ni beryapti endi. Tnx bergani uchun men x o'rniga 1 taqsim x qo'yaman. 1 taqsim x qo'yaman. Natijada tn demak menda 1 taqsim x teng bo'lib qolar ekan. X o'rniga 1 taqsim x qo'ysam 1 taqsim x minus tj keladi. O'sha 1 taqsim x bilan ko'paytmadan ham summadan ham tashqariga chiqarib yozadigan bo'lsam 1 taqsim x lardan n'tasi keladi menda. 1 taqsim x ni n'si keladi xullas. 1 taqsim x ni n'si. Bu yerda yig'inda va ko'paytmalar keladi. Suratida demak 1 minus x tj mahrajida demak tk minus tjlarning moduli. Bu yerda ko'paytma j teng 0 dan to n'gacha olinadi. J o'rtada k ga teng emas. Mana bu yerda summa k teng 0 dan demak n'gacha olinadi. Demak, x ni minus 1 ga tegishi deb aytgandik. Shuni hisobiga modul x menda 1 dan kichik yoki teng. Bundan tashqari tj menda demak kosinus bilan kiritilganda p j taqsim n. Shuni hisobiga tjlarim ham modul jihatdan 1 dan kichik yoki teng. Demak, x bilan tj ni ko'paytmasi umuman olganda modul jihatdan 1 dan kichik yoki teng. Bu degani 1 minus x tj kelyapti suratida mana bu yerda. Bu hamma vaqt musbat deganda. Bu hamma vaqt musbat degani. Yoki musbat narsalarni ko'paytmasi bo'lyapti bu yerda. Musbat narsalarni ko'paytmasi bo'lgani uchun buni men hozir ikkala tarafdan modul olsam musbat narsalarni ko'paytmasini yig'indisi bo'lyapti. Ya'niki bunga modul qo'yish shart emas demoqchiman. Faqat yana mana bu joyga modul qo'yishim yetarli. Mana bunday qiladigan bo'lsam hozir buni. Mana bunday qilishimga to'g'ri keladi. Bo'ldi, shu bilan keldi bu. Rostdan mana shunaqa narsa o'rinli ekan. Ya'niki tnx ni o'zini tn 1 taqsim x demak moduli mana shu narsa bo'lgandan keyin demak rostdan yuqoridagi f 1 taqsim x ning moduli menda oshib ketmasgan. Nimadan? tn 1 taqsim x ning moduli ko'paytirilgan f normasi. Rostdan o'rinli ekan. Xo'p, keyin oxirgi masalani ko'ramiz. Shu narsadan chiqadigan. Ya'niki biz hozir nimani isbotladik? Biz juda kuchli narsani isbotladik hozir. Yana bir takrorlab o'taman. F normasi sifatida biz kiritdik. Demak, maksimal demak nima bo'yicha -1 kesma bo'yicha maksimal demak fx ning moduli deb belgilash olsam dedik. Mana shunaqa belgilash olsam bu xuddiki mana bu narsani a deb belgilash olganga o'xshaydi-da. Misol uchun f normasi sifatida qarayapmiz. Mana shunaqa belgilash olsak, f demak koeffitsiyentlar haqiqiy bo'lgan ko'pxat uchun bu yerda buni darajasi n bo'lgan demak haqiqiy koeffitsiyent ko'pxat uchun demak ixtiyoriy modul x menda katta yoki teng 1 bo'ladigan nimalar uchun xlar uchun mana shu munosabat o'rinli deb isbotladik hozir. Demak fx moduli demak tan x ning demak moduli ko'paytirilgan f normasi. Prosta biz yechimida nima qildik? -1 ga tegishli qilib oldikda. Mana bu yerda modul x katta yoki teng 1 da bu munosabat o'rinli deyapti-ku. Bu qanaqadir bir son, bu mana bu son. Mana qanaqadir bir a son -1 dagi maksimal. Lekin mana bu yerda x'im -1 da o'zgaryapti. Modul x katta yoki teng 1 da bo'ladigan x'larda deyapti. Shu hisobiga x o'rniga -1 x o'rniga 1 taqsim x qo'yib isbotladim buni. Chunki
-1 ga tushishi kerak-da, mana bu narsadan foydalanishim uchun. X o'rniga bir taqsim x qo'yganim uchun f bir taqsim x moduli menda keldi hozir. Kichik yoki teng bo'lib keldi. Teng demak bir taqsim x ni demak moduli f normasi bo'lib keldi. Bu yerda x tegishli -1. Masala shartida mana bunaqa deb berilgandi. Bu nima-yu, bu nima? Ikkisi bir narsa misol. Prosta x o'rniga bir taqsim x qo'yilyapti. Mana bu o'z aniqlanish qismi o'zgaryapti faqatgina. Xo'p, endi shunga doir masala ko'ramiz. Bitta masala ko'ramiz. Shu bilan 3 ta lemani ham ko'rib bo'ldik. Oxirgi masalani ko'ramiz sizlar bilan. Example 9. Ixtiyoriy x tegishli demak -1 da. Ixtiyoriy x tegishli -1 da. Agar mana shu munosabat bajarilsa deyapti, a0 + a1 x plus hokazo plus an x ni manda birdan oshmaydigan bo'lsa, bu holatda isbotlang deyapti. Ixtiyoriy x tegishli -1 da. Ixtiyoriy x tegishli -1 da. an plus an -1 x plus hokazo plus a0 x ni n'inchisi a0 x ni demak n'inchisi kichik yoki teng 2 darajasi n-1. Masalan, berishga keraklarda juda bir o'ylantirib qo'yadigan masala bir tarafdan. Xo'p, yechimiga keladigan bo'lsak, fx teng nima qilib olamiz? Chunki fx ni -1 dagi modul jihatdan nimasi berilgan, chegarasi berilgan, mana birdan oshmaydi deb berilgan. Shuning uchun mana shu narsani fx qilib tanlaganim yaxshi. Chunki u -1 da berilganda kesmada. Xo'p, a0 plus a1 x plus hokazo bo'lsin. Ayn x n'inchisi bo'lsin. Shunga bajarsin. Qo'ytamada x tegishli o'sha -1 da deyapti. fx ni demak modul jihatdan qiymatlari -1 ga tushar ekan. fx ni qiymatlari -1 kesmaga tushar ekan. Chunki bu moduli birdan oshmaydi deyapti-ku. Bu degani maksimum qaysidir bitta nuqtada yoki qaysidir bitta nuqtalarda erishishi mumkin bu qiymatga. X demak maksimumi -1 kesmadagi maksimum. Buni ham biz yuqorida f normasi sifatida kiritdik. O'sha norma menda 1 ga teng ekan, qaysidir bitta nuqtada yoki nuqtalarda. Chunki u birdan katta bo'ladigan qiymatga erisha olmagandan keyin modul jihatdan maksimum qanday qilib erishish mumkin? Birdan katta bo'ladigan qiymatga. Shuning uchun bu aynan 1 ga teng. Endi mana bunisiga qaraydigan bo'lsak, yoki mana bu ifodaga qaraydigan bo'lsam, chunki men shuni ko'rsatishim kerak-ku -1 da. an demak plus an -1 demak x plus hokazo plus a0 x ni n'inchisi degan narsani qaraydigan bo'lsam, bu o'zi nimaga teng? X ni n'ichisini chiqarib tursam, an bir taqsim x ni n'inchisi, an -1 bir taqsim x ni demak n-1-inchisi va hokazo a0 bo'ladi. Bu ham mana bu fx ni x o'rniga bir taqsim x qo'yganim. Ya'niki f bir taqsim x bo'lyapti bu yerda. Shunaqa narsa bo'lyapti. X mana nima? -1 da o'zgaradi. 3 lemmadan foydalanadigan bo'lsak, nima bo'ladi hozir shu yerda? 3-lemmadan ya'niki x o'rniga bir taqsim x qo'yganim uchun u yerda x menda -1 da o'zgargani uchun bir taqsim x menda modul jihatdan birdan katta yoki teng. F bir taqsim x ni men yuqoridan baholashim mumkin demak. Buni. Demak, x ni moduli n'inchisi turadi. Mana buni baholashim mumkin. Nima bilan? Demak, moduli ko'paytirilgan nima? F normasi. -1 kesmadagi fx funksiyaning modul jihatdan maksimumi. Bu narsa o'zi menda 1 ga teng, mana bu qiymat. 1 ga teng bu o'zi.
Shuning uchun ham bu hozir teng bo'ladi mana shu qiymat. Modul x'ni demak n'inchisi tn demak 1 taqsim x'ni modul. Bu ham tnni o'zi kiritilishga ko'ra nimaga teng? Tnni o'zi kiritilishga ko'ra soddalashtiradigan bo'lsak, mana shu narsa kelib chiqadi. 2 1 minus indizosida 1 minus x kvadrat. Mana shuni n'inchisi plus 1 plus indizosida 1 minus x kvadrat. Mana shuni demak n'inchisi bo'lar ekan. Bu ham o'zi mana 2 darajasi n minus 1 dan oshmaydi. Mana bu narsa. Shunday isbotlanadi. Endi mana shuni isbotlashim kerak endi men. Endi mana ishim mana shu narsa bilan tushadi. Indizosida 1 minus x kvadratni t deb olamiz. Indizosida 1 minus x kvadratni t deymiz. Shunda t aniqlanishiga ko'ra menda 0 demak 1 gacha o'zgaradi. Lekanda nima bo'lyapti hozir? 1 plus t darajasi n 1 minus t darajasi n. T 0 da o'zgaradi. Mana shu narsa 2 darajasi n dan oshmaydi deyapti. 2 ni bu yoqqa o'tkazsam. Mana shuni isbotlashim kerak men. Buning uchun nima qilishim kerak? Mana shu ifodani men ft deb belgilab olaman. ft deb belgilab olaman. ft ni ko'rinishi mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin f striktda nima bo'ladi menda? O'z kemashdan foydalanmoqchiman xullas. ft ni f1 bilan baholanishini ko'rsatishim uchun, ya'niki bu mana bu qiymat f ni 1 dagi qiymati-ku, 1 ni qo'ysangizlar mana bu yerda 0, mana bu yerda 2 darajasi n keladi. f1 da aynan eng katta qiymatga erishishi uchun bu t oshib borgani sari mana shu qiymatlar oshib boradigan nima bo'lishi kerak-da, ya'niki o'suvchi bo'lishi kerak. O'suvchi bo'lish uchun f strikti nomanfiy bo'lishi kerak. Shuning uchun ham men f striktini tekshirmoqchiman. Va albatta o'zbek differensiallanuvchi funksiya hech qanday muammo yo'q hosil olishda. Demak, n oldiga tushadi, bu yerda ham n oldiga tushadi. Va bu yerda minus 1 ham oldiga tushadi. Demak, n chiqarib tursam men 1 minus 1 demak n'inchisi minus yo'q, n minus 1 bo'ladi, ha? 1 daraja kelmaydi-ku. Bu yerda 1 minus 1 demak n minus 1 bo'ladi menda. Bu ham menda nomanfiy. Nima uchun nomanfiy? Chunki 1 plus t ni n minus 1 kattaga teng 1 minus t ni n minus 1 bo'lyapti. Bu narsa o'rinlimi? Bu narsa o'rinli. Nima uchun o'rinli? Chunki 1 plus t menda musbatligi bor va 1 minus t ni ham menda musbatligi bor. 1 minus t ni. Shuni hisobiga ikkalasi ham nomanfiy bo'lgandan keyin darajani tashlab yozishim mumkin. 1 plus t menda kattaga teng 1 minus t. Bundan kelib chiqadiki, t kattaga teng 0. T o'z menda 0 1 da o'zgargani uchun bu narsa o'rinli. Demak, rostdan ham bu narsa o'rinli. Demak, f strikti 0 dan kattaga teng. Demak, f tomanda o'suvchi va nima? Menda 0 dan to 1 gacha o'zgaradi. Bu degani f ni yuqoridan f1 bilan baholanadi. F1 qiymatini topsangiz 2 darajasi n bo'ladi. Tushundingizmi? Tugatsak bo'ladimi bugungi darsni? Kechagi dars davomi sifatida ko'rdik bugun. Mana. Xo'p, bugungi masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, hech qanday savollar yo'qmi? So'z savol bordi, maylimi? Beravering, mana shu dars bo'yicha bo'lsa. Yo'q, endi o'ktam so'z boshqa so'ramoqchi edim sizdan. Endi nasib bo'lsa, erta olimpiada dars boshlayapti, xudo xolasa.